Mana haqiqiy shumkali darvoza. Bu yangi chiqdi. 2006-yilda xudo xolis trendda bo'ladi mana. 2 santimetrlik pokni 1.7 qilib bosamiz mana 3 millimetrdan zazor bilan mustahkam bo'ladi. Bu darvozamiz Denovga, Surxondaryo Denovga 4 metrga 4 metrlik akamiz bilan birinchi bir qavatli kelishuvdik. Keyin 2 qavatligini suratini tashlasam 2 qavatli yoqib qoldi. Aka 2 qavat chiroyli qilib bering, eng skromniy posondagi darvoza bo'lar ekan deb shuni zakaz berdilar. Buni bitgan videolarini ham qo'yib ketamiz. Darvozamiz ponni shumka holatda. Ponni 8 ga 4. İçleri ham 8 ga 4. O'ta usulli chiqqan. Endi buni yangi tomonlari, misol ko'pchilikka yangilik bo'lishi mumkin mana karnizlari. Qo'lda kesilgan karnizlarni. Bizda stanok yo'q, lekin stanokka yaqin qilib kesamiz. Hammasini ichi mana poklari solingan. Bu videoni akamizga ham tashlab qo'yamiz. Mana darvozaning tevasida bemalol yurishi mumkin. Umuman shum degan narsa yo'q. Endi bu safarga yo'limiz Qashqadaryo bilan Denovgacha bo'ladi. Ponni darvozalarimiz, hozir ichkaridagi darvozalarni